Zo'r. Xo'p, boshlandi. Bismillah. Assalomu alaykum. Xayrli kech barchaga. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xudo xolisa mana bugun Ramazon oyining ilk muborak kunida turibmiz va bugun mana shu muborak oyning ilk kunida sizlar bilan xayrli bo'lgan, barakali bo'lgan ilmlarni birgalikda nima deydi? Bilim almashadigan jarayondamiz. Xudo xolisa Alloh siz u bizni hozir mana shu yerda ilm olishlik maqsadida bitta joyda yig'ilishimizga bir sabab chiqib qo'ydi. Alloh mana shu vaqtimizga, ketkazgan vaqtimizga o'zi baraka bersin va meni sizlarga o'rgatadigan bilimlarimni sizlarga tushunarli bo'lib yetib borishligini o'zi nasib qilsin. Ilohim bugun mendan olgan va eshitgan bilimlaringlarni Alloh mana shu amaliyotda qo'llab, ma'lum bir darajada yaxshi natijalarga chiqishinglarga xizmat qiladigan ilm bo'lib nasib qilishini so'rab qolaman, Xudo xolisa. Xo'p, demak, bugungi vebinarni boshlaymiz va shu bilan birga tashkiliy jarayonni bir tekshirib olsak, meni ovozim sizlarga yaxshi eshitilyaptimi? 1 dan 10 gacha baholab bersanglar. Ana undan keyin esa vebinarni bismillah deb boshlaymiz. Menga kommentariyga ham kirib berasizlarmi, bolalar? Xo'p. Ajoyib. Yo'q, baribir o'zimdan kirib bera qolinglar, menga bu yoq qolaydi. Xo'p. Zo'r, молодец. Zo'r, молодец. Juda ham ko'pchilikda yaxshi eshitilyapti. Xo'p, davom etamiz. Ana endi Xo'p, bugungi darsni yaxshi o'zlashtirish uchun albatta muhim ma'lumotlarni yozib olishga yonimizda daftar ruchka turishligi va o'zingizga yangi bo'lgan ma'lumotlarni eshitganingizda va haqiqatda sizni vaziyatingiz bilan bog'liq bir jarayonlarni gapirganimda, o'zi har bir ma'lumotni eshitganda inson maniki degan bir signal lampochka yonadi. Mana shu maniki degan lampochka yonganda albatta shu ma'lumotlarni joyida yozib oling. Buni shunchaki yozib olish kerak emas. Albatta bu bilimlarni 48 soat, 72 soat oltin qoidasini inobatga olgan holatda birin-ketin qo'llashni ham boshlash kerak, inshaalloh. Va shu bilan birga esa albatta men hech narsani bilmayman. Ustozlarimiz bizga ham doim shu narsani o'rgatadi. Inson har doim o'zini o'quvchi pozitsiyasida bilim olishga bir nima deydi, jangovar holatini tayyorlab tursa, mana shu eshitganlari, o'rganganlari unga yaxshiroq singadi. Va shu bilan birga esa albatta chatda aktiv bo'lamiz. Menga savollar yo'llanglar. Sababi meni qo'limda mana tayyor sizlarni savol yo'llaydigan nimani ochib qo'yishga menga tayyor holatda. Sababi men auditoriya bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilishni juda ham yaxshi ko'raman va albatta o'zingiz uchun qulay muhitni men har doim ta'kidlab o'taman, qulay muhitni yaratib oling, chunki sizni diqqatingiz albatta bugungi oladigan bilimlarda bo'lishligi shart. Xo'p, davom etamiz. Demak, bugungi webinar rejasi inshaalloh tanishtiruv. Albatta Ra'no Hamrayeva kim? Bu yerda men bilaman, yangi qo'shilgan tikuvchi opa-singillarimiz ham bor, meni yaqindan boshlab taniyotganlar ham bor. Albatta, bugun sizni qarshingizda turgan inson kim o'zi nimalarga erishgan, o'zi sizga bilim berish uchun nimalarni qoyillatgani, o'zimizni sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, mana shularni birinchi ko'rib chiqamiz va ana undan keyin esa tikuvchilikni daromadli brendga aylantirishni muhim qadamlarini ketma-ketligini ham birgalikda o'rganamiz. Va ana undan keyin esa juda ham ko'pchilikni talablariga binoan ajoyib imkoniyatlar bilan boyitilgan shogirdlik kursimni ham, yangilangan formatdagi shogirdlik kursimni ham taqdimotini siz azizlarga taqdim etamiz. Ana endi keling, birinchi navbatda men sizlar bilan tanishib olsam. Meni hozir kim qayerdan kuzatyapti? Va tikuvchilik kasbida aynan necha yillik tajribaga egasiz. Sababi men o'zimni auditoriyamni qanchalik yaxshi tanib olsam, men shunchalik yaxshi bilim berishga va sizlarga yanada yaqinroq bo'lishga harakat qilaman. Xo'p. Zo'r. Buxoro Jondordan. Zo'r. Namangandan Madina, mashalloh. Zo'r. 6 yildan beri tanirkanlar meni, voy mashalloh. Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Samarqanddan. Xo'p, zo'r, молодец. Umuman olganda, o'zi har doimgidek bu odatiy hol. Bizda doim mana shu savollarni murojaat qilganimda
tajriba juda ham ko'p yillik va mani aynan taniydiganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi va shu bilan birga sizni kecha tanidim, 3 kun bo'ldi, 1 hafta bo'ldi, 1 oy bo'ldi deydiganlar ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Men aytaman, o'zi hali juda ko'p tikuvchilar bor, hali meni tanimaydigan va ularga ham albatta biz o'z bilimlarimizni berishni xohlaymiz, tajribalarimizni almashishni xohlaymiz va shu bilan birga nafaqat O'zbekistonning 12 ta viloyatidan, balki qo'shni davlat respublikalaridan ham Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va hattoki Afg'onistondan ham bizni kuzatadigan tikuvchi opa-singillarimiz borligi va bizni kurslarimizda o'qigan o'quvchilarimiz orasida ham aynan mana shu qo'shni respublikadan, yuqorida sanab o'tgan respublikalardan ham o'quvchilarimizni borligi bizni juda ham xursand qiladi. Demak, ilmga chanqoq, rivojlanishga tayyor, rivojlanish uchun siz bering, biz olamiz va qo'llaymiz, albatta natijaga chiqamiz degan bir yuqori energetikadagi ayollar bilan vebinar o'tish, ilm almashish, bu har bir insonga yaxshi energiya beradi. Xudo xolisa, bugun ishonaman, bugungi bilimlar sizlarni albatta yaxshi natijalarga olib chiqishiga. Xo'p, davom etamiz. Ana endi kelinglar, men bilan tanishamiz. Men qarshilarda turgan inson, 20 yillik tajribaga ega fashion dizayner va ayollar liboslari bo'yicha ekspert mutaxassis hisoblanaman, Ra'no Hamrayeva. Va Ra'no Collection brendi asoschisiman, modalar atelyesi hamda showroom butigi asoschisiman va aynan juda ham ko'pchilikni orzusiga aylangan Ra'no Fashion akademiyasini ham asoschisi hisoblanaman va yana bitta yo'nalishlarimizdan biri esa Ra'no Collection to'y liboslari saloni. Mana shu yo'nalishda ham bir o'zimizni faoliyatimizni boshlagan edik ancha yillar avval va bu yo'nalishda ham yaxshigina muvaffaqiyatga, daromadga chiqqanmiz. Lekin hozirgi kunda aynan to'y liboslari yo'nalishida bozor biroz nima deydi, sinishni boshlaganini hisobiga, aynan to'y liboslari yo'nalishida biroz raqobatchilar sifatsizligini evaziga ko'payishni boshlaganiga ham bu yo'nalishni уже biz kelajagini qaysidir ma'noda ko'ra olmadik va bu yo'nalishda aynan tikuvchilik sohasida o'zini ishini boshlamoqchi bo'lganlarga ham biz tavsiya bermaymiz. Eng zo'ri hozir bizda mana shu ayollar liboslari bo'yicha, erkaklar liboslari bo'yicha, kundalik va to'y oqshom liboslari bo'yicha, detskiy yo'nalishdagi liboslar bo'yicha, ishlab chiqarishdagi yo'nalishdagi liboslar bo'yicha tekstil sohasi jadal rivojlanmoqda, raqobat ham kuchaymoqda, lekin shu bilan birga iste'molchilarning talabi ham ortib bormoqda va kelajakdagi top 10 talik global bizneslar va katta daromad topsa bo'ladigan bizneslar qatoriga mana shu aynan tekstil yo'nalishi, fashion sohasi ham mana shu top 10 talikda turibdi. Demak, kelajakda katta imperiya qursa bo'ladigan, katta daromad topsa bo'ladigan bir kasb mutaxassis egasimiz. Faqatgina mana shu sohamizni rivojlantirish, to'g'ri ilmini olish, to'g'ri strategiyalar bilan qadam-ba-qadam rivojlanish ketma-ketligini biz qo'yib olishimiz kerak, xolos. Ana endi davom etamiz. Xo'p, 2016-yilda Ra'no Collection Fashion akademiyasiga asos solganman. Va hozirga qadar 4000 dan ortiq o'quvchilarni o'qitishga, ularni o'z yo'nalishida ma'lum bir darajada muvaffaqiyatga erishishlariga, rivojlanishlariga, brend egasi bo'lishlariga va oddiy uy sharoitidagi tikuvchilikdan hunarmandchilikdan, ya'ni tadbirkor ayolga aylanishlariga va har birlarini bir nechtadan ishchi o'rin yaratishlariga ham biz Alloh fazli bilan muvaffaq bo'lib keldik va kelmoqdamiz. Ana endi esa dunyo bo'yicha top 50 ta ekspertni taqdirlaydigan Dubay shahrida Khatun Pretendor Expo and Awards loyihasi bor va mana shu loyihaga O'zbekistondan aynan meni nomzodim qo'yilganligi va o'zimni soham bo'yicha O'zbekistonda eng zo'ri deya e'tirof etilinganligim, Dubay shahzodasi Shayx Zaid bin Al-Qasimiyning shaxsan o'zidan mana shu siz ekranda ko'rib turgan nagradani olishga ham muvaffaq bo'lganligim. Bu meni qachonlardir tikuvchilik bu kasb emas, tikuvchilik bu shunchaki har bir qiz o'zi uchun hobbi sifatida o'rganib qo'yish kerak bo'lgan bir hunar hisoblanadi deya atrofdagilarni, kattalarni sohamizga nisbatan judayam past nazar bilan qarashlarini aksini aynan mana shu jarayon isbotladi deb bemalol ayta olaman. Chunki bizga o'xshagan bu kasb emas.
deya e'tirof qilingan mana shu bir oddiy tikuvchilikdan boshlangan faoliyatim global sahnada xalqaro maydonda butun dunyodan yig'ilgan 50 dona ayolni bittasi bo'la olganligim va o'sha jarayonda Dubay shahzodasidan aynan mana shu mukofotni kasbim orqali olishga ham muvaffaq bo'lganligim, biz oddiy kasb, oddiy hunar egasi emas, balki biz juda ham global maydonda rivojlangan brendlar qatorida bo'la olishimiz mumkinligini isbotladi. Buning uchun esa albatta o'z kasbimizni fanati bo'lishimiz va bu kasbimizni har qanday qiyinchiliklarga duch kelsak ham voz kechmasligimiz, buni rivojlantirish yo'lida, o'zimizni rivojlanishimiz yo'lida esa doim ilm olishdan to'xtamasligimiz, rivojlanishdan to'xtamasligimiz albatta natijasi eng kamida mana shunaqa bo'lishini qaysidir ma'noda isboti deb ayta olaman. Hop, davom etaman. Ana endi esa 2025-yil mart oyida Parijda o'zbek milliy liboslar namoyishi, ya'ni davlatimiz rahbari, prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashriflari doirasida biz ham aynan O'zbekiston delegatsiyasi bilan birgalikda tashrif buyurdik va aynan fashion sohasida ustozlarimiz bilan birgalikda Parijdagi fashion mutaxassislari bilan birgalikda ko'plab hamkorliklarni yo'lga qo'ydik, fikrlar almashdik va aynan dunyo faqatgina Yevropa modasiga emas, balki jahon modasi ham aynan o'zbek modasiga qaysidir ma'noda muhtoj ekanligini va o'zbek modasidan ham juda ham ko'plagan tendensiyalarni, trendlarni o'rganish mumkinligini va butun dunyoda qo'llash mumkin bo'lgan eng kuchli texnikalar aynan mana shu Markaziy Osiyo davlatlar orasida hunarmand ayollarni avloddan avlodga o'tib kelayotgan meroslarini qanchalik chuqur ahamiyatga ega ekanliklarini biz ko'rsata olganimizda ular haqiqatda hayratda qolishdi, hayron qolishdi va bizni boy tariximizga ega mana shu tikuvchilik sohamiz, bizni liboslarimizni tarixi mana shu ekranda ko'rinib turgan Bibixonim obrazida ham biz bu narsani namoyon eta olishga muvaffaq bo'ldik va qaysidir ma'noda Markaziy Osiyo moda davlatlari va aynan O'zbekistonning modasi ham jahon bozoriga chiqishga, standartlarga, talablarga javob bera olishi mumkinligini va biz ham aynan faqatgina o'zimizni mahalliy hududimizdagi mijozlarni lozim ko'ylagini, sarpolarini emas, balki xalqaro maydonda ham kundalik uchun pretaporte yo'nalishida, pretaporte deluxe yo'nalishida ham eksklyuziv liboslar yaratib, o'zimizni brendimiz ostida bemalol import eksport qila olishimiz mumkinligini ham va bu yo'l juda ham oson ekanligini va bu yo'lda bizga albatta davlatimiz rahbari har qanday imkoniyat eshiklarini ochib berishlarini va ochib berishga tayyor ekanliklarini bir bizga ko'rsatdilar, isbotladilar va biz ham o'zimiz muayyan borib mana shu jarayonda ishtirok etdik, ko'rdik, guvohi bo'ldik, hamkorliklarni yo'lga qo'ydik va mana shu kasbimiz orqali ham aynan 2025-yilda 4 marotaba Parij shahrida o'zimizni modamizni, nafaqat o'zimizni, balki o'quvchilarimizni ham yaratgan liboslarini namoyish etishga ham muvaffaq bo'ldik va so'z isboti bilan bo'lganidek yana bir Parijga tashrifimiz bu alohida Parijga tashrifimiz o'tgan yilni yanvar oyida Oriental Fashion Show xalqaro недели couture moda haftaligida Rano Collection modalar atelyesini eksklyuziv liboslari va shu bilan birga esa 4 nafar o'quvchisini ham o'zini ilk yaratgan eksklyuziv liboslarini mana shu jahon sahnasida porlashiga ham biz qaysidir ma'noda muvaffaq bo'ldik. Va bu meni faoliyatimda to'g'risini aytaman, o'zim 20 yilda yetib borgan joyga o'quvchilarimni 6 oyda, 1 yilda mana shu jahon sahnalariga olib chiqa olayotganligimiz, ularni jahon sahnasini talablariga javob bera oladigan darajada eksklyuziv liboslar yarata olish qobiliyatiga ega bo'layotganliklari va bu yo'lda biz qaysidir ma'noda bilim almashayotganimiz, tajribalar almashayotganimiz va buni natijasi mana shunaqa darajalarda o'z aksini ko'rsatayotgani ham to'g'risi bizni juda ham xursand qiladi va keyingi qadamlarimizni yana qo'yishga bizga qaysidir ma'noda kuch va motivatsiya beradi. Va yana kuni kecha Oriental Fashion Show modalar namoyishida yana borib o'zimizni kolleksiyalarimizni milliy merosdan ilhomlangan zamonaviy moda yo'nalishida yaratilgan eksklyuziv liboslarimizni mana shu xalqaro maydondagi moda ekspertlariga namoyish eta olishga ham muvaffaq bo'ldik. Biz
shunchaki oddiy loyihada ishtirok etmayapmiz. Biz va bizni o'quvchilarimiz mana shu dunyo sahnasiga chiqayotgan har bir podiumlarida dunyo tanigan eng katta kuchli brendlar bilan bitta sahnada chiqa olayotganligimiz, ular bilan bitta sahnada turib biz ham o'zbek modasini ko'rsata olayotganligimiz ham bu menimcha judayam faxrlanishga arziydigan natija deb bilaman. Chunki bizni haqiqatda yillar davomida rivojlana olmayotgan bir tekstil yo'nalishimizni ham aynan mana shu oxirgi 2 yillikda judayam shiddat bilan rivojlantirishga bo'lgan harakatlarimiz, o'quvchilarimizni harakati va bizga o'xshagan yana bir nechta hamkasblarimizni harakatlari albatta O'zbekistonni moda industriyasi jahon bozoriga bemalol kira olishga tayyorligi va kira olayotganligini ham mana isbotlarini o'zingiz ko'rib turibsiz. Va aynan mana shu oddiygina hunarim orqali, uyda boshlangan tikuvchilik faoliyatim orqali hozirgi kunda Parij sahnasida 4 marotaba, Sankt-Peterburg shahrida 2 marotaba va Tojikiston Fashion Week sahnasida ham 2 marotaba, bu yerda raqamlar borlar, keyingisini o'zgartirib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. 2 marotaba ishtirok etishga, o'quvchilarimiz bilan ishtirok etishga, 40 ga yaqin o'quvchilarimiz bilan ishtirok etishga muvaffaq bo'ldik. Bu ko'rsatkich bor yo'g'i 2025-yilda yanvar oyidan boshlangan bo'lsa, mana ro'ppa-rosa 2026-yil yanvar oyiga qadar nima deydi, statistikamiz shu bizni xalqaro maydonda har bir o'quvchilarimizni bir necha marotaba o'zlarini brendlari orqali liboslarini namoyish etishga muvaffaq bo'lishganligi. Bu nima sababli? Bu nima orqali? Ya'ni siz u bizni mana shu oddiygina uy sharoitidan boshlangan, kichik bir harakatlarimizdan boshlangan tikuvchilik kasbimiz orqali, halol kasbimiz orqali. Faqatgina farqi kimdir bu kasbda rivojlanish uchun harakat qilmoqda, kimdir esa bu kasbni tikuvchilikda boyishni imkoni yo'q deya o'zini miyasidagi bir qanaqadir cheklovlar bilan motivatsiyasini tushirgan holda tirikchilik manbaida harakat qilmoqda. Demak, yo'l bor yo'g'i ikkita, lekin kasb esa bitta. Maqsadlar shunchaki har xil, harakatlarimiz har xil. Demak, har bir mana shu tikuvchilik sohasida harakat qilgan, o'zini ustida ishlagan, ilm olishga harakat qilgan har bir ayol qizlarimizni albatta bundan ham zo'r natijalar kutib turganiga men bemalol Alloh fazli bilan 1000% kafolat. Hop, davom etamiz. Ana endi esa meni shu darajaga yetishimga bir sababchi bo'lgan insonlar, meni ustozlarim, ularni ham e'tirof etmasam bo'lmaydi albatta. Bu insonni juda ham ko'pchilik tanisa kerak. Fashion O'zbekistonda fashion industriyasini judayam katta jadal rivojiga hissa qo'shgan insonlardan biri va fashion sohasida o'zini yo'nalishini topib taniqli bo'lgan juda ko'p qator dizaynerlarni ustozi hisoblanadi va Markaziy Osiyoda Osiyo ramzi dizaynerlar assotsiatsiyasi raisi Kamilova Xalida Hafizovna, Tekstilniy institutda ham prorektor va Parij ICP Moda Akademiyasi qo'shma xalqaro loyihani ham prorektori hisoblanadilar va aynan mana shu insonni dargohiga men 15 yoshimda o'quvchi bo'lib borganman va hozirga qadar bu insonni sevimli o'quvchilardan biriman deb bemalol ayta olaman. Bu insonni qattiqqo'lligi, talabchanligi bizni mana shu darajaga kelishimizga sabab bo'lgan. Va undan keyin esa biznes hamda shaxsiy rivojlanish yo'lidagi ustozlarim, albatta juda ham yaxshi e'tirof qiladigan ustozlarimdan Ibrohim Gulyamov, Saidmurod Davlatov, Abror Muxtor Ali, Husan Mamasaidov, Alisher Isayev, Anvar Abduqayyum hamda Azizaxon Tashxajayevalardan shu kunga qadar bilimlarini o'qib, o'rganib, xodimlarni tizimlashtirishda, shaxsiy rivojlanishda, moliyani boshqarishda, islom moliyasi yo'nalishida, umuman vaqtni boshqarishda, o'zimizni hayot yo'limizni, biznesdagi rejalarimizni ketma-ketligini rejalarini qilib olishda va bu rejalarni to'g'ri strategiyalar orqali rivojlantirishda, umuman barcha mana shu sohamizda yaxshi natijalarga chiqishimizga mana shu insonlarni hissasi juda ham katta. Ana endi tikuvchilikni daromadli brendga aylantirishni 6 ta qadamlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani davom etamiz. Xo'p, demak, boshladik. Ana endi tikuvchilikni daromadli
biznesga, brendga aylantirish uchun biz mana shu 6 ta qadamni ichiga asosan sohamizda biz uchrayotgan va biz yo'l qo'yayotgan xatolarni ko'rib chiqamiz va mana shu xatolarni, muammolarni kelib chiqish sabablarini va albatta ularga chiroyli yechimlarni ham aniq real keyslarga asoslangan tajribalarimiz orqali sizlarga beramiz, xudo xohlasa. Demak, tikuvchini aynan brendga aylantirish formulasi bilasizmi? Oson tanlash, yuqori narx va albatta nisha, o'zini bozordagi nishasini aniqlash. Balkim o'zini mana shu aniq auditoriyasiga bo'lgan segmentni aniqlab olish va mana shu segmentga to'g'ri produktni yaratish va shu produkt orqali to'g'ri narxni belgilab bozorga kirib olish va raqobatchilar orasiga o'zini mustahkam fundamentini qura olish uchun barcha omillarni biz mana shu 6 ta qadamlar orasida reja asosida qo'yib chiqqanmiz. Demak, yo'nalish tanlash bu nima? Hammasini tikaman, bu biznes emas, o'rtoqlar. Bitta narsani tushunib olaylik. Biz hozir qanaqa pozitsiyadamiz? Aynan men har doim aytaman, har qanaqa mavzu, har qanaqa yo'nalishda birinchi bo'lib nimadan boshlayman? Hamma narsani tikadigan tikuvchi hech qachon boy bo'la olmaydi. Hamma narsani tikayotgan tikuvchi hech qachon brend bo'la olmaydi. Chunki hamma narsani boshi muayyan bir yo'nalishdan boshlanadi. Keyinchalik Chanel, Dior, mana xalqaro brendlar misolida ko'rishimiz mumkin. Ular ham hozirgi kunda juda ham ko'p yoshdagi turli xil iste'molchilarga turli xil yo'nalishdagi produktlarni taqdim etadi. Yuvelir sohasida ham, oyoq kiyim yo'nalishida ham, kiyim-kechak, mujskoy, женский, детский, ayollar, erkaklar, o'rta yoshdagilar, podrastkoviylar, 50 dan oshgan qari ayollar va umuman olganda ularni hozirgi kundagi mijozlari aniq yosh, aniq kategoriya va muayyan bir produkt emas. Lekin ular bu darajaga kelgungacha ular muayyan bir yo'nalishda tanilib olgan, muayyan bir yo'nalishdagi mijozlarga xizmat ko'rsatgan. Mana shu orqali tanilib, o'zini DNKsini kashf qila olganidan keyin esa ular yaxshi daromadga chiqa olgan, o'zini brendini bozorga olib kira olganidan keyin esa ular keyin o'zini yo'nalishlarini tarmoqlashtirishga muvaffaq bo'lishgan. Bizda esa eng katta xato hali biz katta bo'lmasdan turib, ya'ni hali o'zimiz rivojlanishga ulgurmasdan turib, mijozlarni yoshiga ham qaramaymiz, kimligiga ham qaramaymiz, necha pul berishiga ham qaramaymiz va umuman nima xohlayotgani, ularni og'rig'i qayerda ekanligini ham biz umuman hisobga olmasdan turib, kim nima desa, pul beryapti-ku deb tikib tashlayveramiz. Va oxir oqibat shuncha ishlasam ham, shuncha mehnat qilsam ham nimagadir men hech ham boyib ketmayapman va men ko'p pul topishim uchun demak men yana ham ko'proq ishlashim kerak, yana ham ko'proq zakaz olishim kerak degan mana shunaqa tor bir tushunchaga kelib qolganmiz. Ming afsuski, men har doim aytaman, ko'p tikish bilan, hamma narsani tikish bilan siz boyib qolmaysiz va kasbingizni biznes bosqichiga olib o'ta olmaysiz. Brend ham bo'la olmaysiz, yo'nalish ham aniqlay olmaysiz. Qaytaga ko'p tikasiz, ko'p charchaysiz, ko'p sog'liq sarflaysiz, lekin kam pul topasiz. Demak, bunga misollar faqat aniq bir yo'nalishda biz ishlaydigan bo'lsak, masalan, faqat yoki kechki ko'ylaklar yoki plus size, mana katta hajmdagi ayollar uchun ham masalan kimdir brend bo'lishi mumkin. Masalan, katta hajmdagi ayollarning muammosi, ular nech pul bo'lsa ham berishga tayyor, lekin ular o'zini ko'rinishini hisobga olgan holatda bir o'ziga yarashadigan kiyim topish holida, o'ziga qulay bo'lgan kiyim topish holida. Men har doim mana shunaqa razmeri nostandart ayollar bilan gaplashganimda, ular hattoki ko'ziga yosh oladi. Nimaga bizani deydi, biza odam emasmizmi? Nimaga faqat modellarga kiyim yaratasizlar? Nimaga bizadagilarni kim o'ylaydi? Bizadagilar uchun ham kimdir libos yaratsin, kimdir dizayner bo'lsin, kimdir brend bo'lsin, biz nech pul desa ham ayamasdan sotib olishga tayyormiz deydi. Mana haqiqiy og'riq. Biz jamiyatga muammolarga yechim berish orqaligina produkt yaratishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni hozir kim nima tikyapti, nima yaxshi sotilyapti, lozim qo'yni yaxshi ketyaptimi, sarpa yaxshi ketyaptimi, bo'ldi. Hamma o'zini o'sha yerga urish kerak emas. Tadbirkorlarimiz orasida ko'pchilik aytib chiqdi-ku, bizda maymuncha biznes urfga kirib qolgan. Ya'ni bitta maymun chiqadi, bitta qiliq qiladi, qolgan maymunlar ham uni takrorlaydi. Yo'q, har bitta inson maymuncha biznesga emas, mayli, u sarpada yo'nalishni tanlagandir, sarpada uni klientlari zo'rdir. Masalan, men endi pul o'sha yerda ekan deb o'zimni
tepaga urishim shart emas. Bozorda boshqa bir yo'nalishda ham iste'molchilar bor, ularni xohishlari bor, ularni ehtiyojlari bor, og'riqlar bor. Men shu narsani o'rganib turib, shunga yechim berish uchun izlanaman degan bir xohish bo'lishi kerak har bir tikuvchi ayolda. Demak, plus size yo'nalishida ham siz eng zo'r brendlar qatorida bo'lishingiz mumkin, chunki hozir bu yo'nalishda deyarli bozor bo'sh o'rtoqlar. Hali hech kim bu yo'nalishda ijod qilayotgani yo'q. Demak, siz juda ham katta auditoriyani qamrab olasiz va bu yoshdagi ayollarda deyarli vыбор yo'qligini hisobiga ular sizni chiroyli eksklyuziv ular uchun yaratgan liboslaringizni albatta ular narxini ham talashmasdan olishga tayyor. Va shu bilan birga esa faqat kelin ko'ylagi yo'nalishida, masalan, zo'r bo'lishi mumkin. Mana ansambl yo'nalishida, sarpolar yo'nalishida yoki bo'lmasam hozir o'lib borayotgan svadibniy yo'nalishda dema, bu yo'nalishda ham oldindan, avvaldan o'zini brendini tanita olganlargina hozirgina bozorni ushab turibdi xolos. Lekin hozir bu yo'nalishga kirib kelganlarga ha, bu yo'nalishda rivojlanishning imkoni yo'q demoqchi emasman, lekin bu yerda resurs katta bo'lishi kerak. Svadibniy yo'nalishni agar siz tanlaymansiz, bu yerda resurs juda katta bo'lishi kerak. Pul katta bo'lishi kerak, podдержка katta bo'lishi kerak, reklama, tanish bilish, umuman sizni nima deydi, katta davralarda kommunikatsiyangiz juda ham kuchli bo'lishi shart. Biz o'zi oddiy mana shu tikuvchilik sohasida rivojlanish uchun resurslarimiz yo'qligini bahona qilib o'tiramiz. Endi svadibniy yo'nalishda tanilish uchun esa kamida hozirgi kunda $200,000 siz bu biznesga yaqiniga ham yo'lamasangiz bo'ladi. Shu uchun eng tinchi o'zimizni mana shu tikuvchilik, fashion yo'nalishimizni boshqa bir yo'nalishlarida kichkina resurslar bilan katta natijaga chiqishni men yo'llarini o'rgataman. Ana endi esa faqat zamonaviy hijob kiyimlari. Например, hozirgi kunda mana namazniklar chiqyapti. Faqat namaznik sotadiganlarni bilaman men. Ortiqcha boshini qotirib o'tirmaydi har xil narsalarga. Faqat namaznik tikib sotadi, juda katta hajmda sotadi. Narx ham insonlarga qulay, ishlab chiqarish ham oson, uni unaqa katta resurs talab qilmaydi va shuni hisobiga daromad ham yaxshi. Faqat bu yo'nalishda ham deyarli hammada bir xillik ko'payib ketyapti. Ya'ni kimdir ozgina kreativ yondashuv qilishga harakat qilmayapti. Hammada namaznik o'sha oversize fasonida bo'ldi. Xuddi shuni olyapti, xuddi shu lekali, u ham xuddi shu narsani qilyapti. Demak, yo sizdan, yo sizni bir raqobatchingizdan sotib olish uchun yoki sizdan aynan sotib olish uchun ajratib turadigan, sizni ham raqobatchingizni ham ajratib turadigan bir unikalnost yo'q desa ham bo'ladi. Demak, qaysi yo'nalishda bo'lsa ham albatta o'zingizni shaxsiy imzoyingiz bo'lsa, shundagina mijozlar nega aynan undan emas sizdan olishi kerakligini mana shu jarayonda shu aynan DNKngiz nima deydi, sizni ajratib bera oladi. Xo'p, davom etamiz. Ana endi bunga xalqaro misollarni nazarda tutadigan bo'lsak, mana hammamiz bilamiz Coco Chanel oddiy tikuvchilikdan boshlangan va aynan 40 dan keyin bu ayol mana shu sohada o'zini rivojlantirishga qaror qilgan va birdaniga rivojlanib qolmagan. U deyarli 50 dan oshgandan keyin bu sohada rivojlanib, pul topib, daromad topib boyishga muvaffaq bo'lgan. Lekin ungacha bu inson ham qancha yo'qotishlarni qilgan, qancha minuslarga, qancha bankrotlarga uchragan, qancha eksperimentlar qilgan va hokazo. Aynan bu ham boy oiladan emas. Masalan, bizda ko'pchilik aytadi-ku, rivojlanish uchun erini puli bo'lishi kerak, ota-onasini puli bo'lishi kerak, yoki kimnidir boyroq farzandi bo'lishi kerak, yoki o'zini qanaqadir puli bo'lishi kerak. O'rtoqlar, bilasizlarmi nima? Muvaffaqiyatni har doim ham pul bilan o'lchash bu noto'g'ri. Chunki men qancha puli bor insonlarni bilaman, qancha pul sarflasa ham bitta yo'nalishda rivojlana olmayotgan insonlarni bilaman. Men aytaman, lutchi shu pulni hech narsaga tikmasdan o'zing har oy bo'lib ishlatganingda ko'proqqa yetardi senga. Hozir pul topaman deb pul yo'qotyapti degan bir farazlarni ko'ramiz. Aslida haqiqiy muvaffaqiyatli insonlarni agar tarixini biz o'rganadigan bo'lsak, ular aynan minusdan, noldan, hech qanaqa investitsiyasiz, hech qanaqa resurslarsiz, hech qanday bir yordamlarsiz, podдержкаларsiz rivojlana olishga muvaffaq bo'lgan va buni aynan isbotlab ham qo'yishgan. Biz faqatgina ularni tajriba yo'lini o'rganishimiz va ularni bosib o'tgan yo'llarini ko'rib chiqishimiz kerak xolos. Demak, oddiy tikuvchilikdan boshlangan faoliyat boy oiladan emas, aynan mana shu detdomga tashab ketilingan qiz tarixi, mana shu Coco Chanel. Va bitta yo'nalishni
tanlagan aynan ayollar uchun qulay va zamonaviy kiyim yo'nalishini tanlagan. Coco Chanel aynan chiqib kelgan davrda ayollarda liboslar uchun ayollar o'zini qurbon qilish kerak bo'lgan darajada shunaqa bir liboslar murakkab bo'lgan baroko rokoko davrlaridan davom etib kelayotgan o'sha qiyin korsetlar ayollarga noqulaylik keltirishi va ularni sog'lig'iga zarar yetkazishi va Yevropa g'arb davlatlarida aynan ayollarni mana shu liboslarni noqulayligini hisobiga uzoq umr ko'ra olmasliklari, ko'p farzand ko'ra olmasliklari bu juda ham katta global muammolarga aylanib ketgan. Coco Chanel nima qilgan? Hamma pishni ko'ynalar, baroko rokoko, bir nechta qavatlik obrichli kiyimlar tikib katta pullar topayotganda, bu aynan modada inqilob yasagan, ya'ni yangilikni olib kirgan moda qahramonlaridan biri desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bozorda har doim muvaffaqiyat bilasizlarmi kimniki? Qo'rqmasdan yangilik olib kira olganlarniki, yangilik kashf qila olganlarniki. To'g'ri, boshida buniki normalniy qabul qilinmagan. Ya'ni sen nima qilyapsan o'zi, hech kim kiymaydi sen qilayotgan ishlarni, kiyimlarni, seni o'zingdan boshqa, o'zingga o'xshagan bir tentaklar kiymasa, bunaqa kiyimlarni hech kim kiymaydi. Tikuvchilikdagi eng katta xato sansan degan hattoki farazlarni ham bildirishgan o'zini hamkasblari tomonidan. Lekin bu ayol bunaqa gaplar bilan, bunaqa bir qarshiliklar bilan to'xtab qolmagan, balki u mansalarga hali ko'rsatib qo'yman, men bu narsani isbotlayman, aynan butun dunyo hali mana shu liboslarimni kiyadi degan o'zini aniq maqsadi bilan harakatdan to'xtamagan, ilm olish kerak bo'lsa ilm olgan, rivojlanish uchun nima qilish kerak bo'lsa hammasini qilgan. Va mana hozirgi kunda butun dunyoga mashhur, havas qilsa arzigulik top kuchli brendlar qatorida va gigant brendlar qatorida. Xo'p, demak, instrument nima bu yerda? Aynan tor yo'nalish. Ya'ni hech kim qilmagan ishni o'ylab topganligi va imij yarata olganligi, ya'ni hamma qilayotgan, hamma o'ziga kiyayotgan, hamma bitta o'sha oqimga ergashayotgan bir paytda bu alohida bir imij yaratib, mana shu tor yo'nalishda mana shu imijni o'zini yo'nalishini ushlab olib, shu yo'nalishini u to'g'ri realizovat qila olganligi va ana undan keyin esa narxni albatta boshlanishida qadriyatga mos qo'ya olganligi. Birdaniga bizda bor-ku hozir tikuvchilar bitta kursda o'qib olsa $1000 ga, $2000 ga narxini sun'iy ravishda oshirib oladida. Mana kursda o'qidim, narxini oshir, arzonga tikma deyishdi. Men narximni oshiruvdim, bor mijozlarim ham yo'qolib qoldi degan bir e'tirozlar bilan turishadi, nima deydi, murojaatlar bo'ladi bizga ham ko'plab va mana shu jarayonda biz aytamizki, narx hech qachon sun'iy oshmaydi, narx tabiiy oshadi. Ya'ni birinchi bozorni o'rganamiz, bozorni ehtiyojiga, bozorni og'rig'idan kelib chiqib mahsulot yaratamiz va bu mahsulotni boshlanishida odamlarni, mijozlarni o'rgatish uchun albatta narxni qadriyatga, mentalitetga va iste'molchilarni imkoniyat darajasidan kelib chiqqan holda narx siyosatini belgilaymiz. Va ana undan keyin esa albatta brend bo'lishi va bu brendning hikoyasi bo'lishi shartdir. Men har doim o'quvchilarimga aytaman, Instagramga yangi portfoliolarni, yangi kolleksiyalarni joylayotganida eski portfoliolarni o'chirib arxiv qilayotganda men aytaman, yo'q, tegma. Bular seni tarixing. Sen ham qachonlardir oddiy tikuvchilikdan boshlaganing, oddiy narsadan boshlaganing, sen ham qancha qiyinchiliklardan o'tganing, o'zingni yo'nalishini topolmay yillaringni yo'qotganing, ustozsiz, tajribasiz, ilm olmasdan qancha xatolar qilganing, bu seni haqiqiy qimmatga tushgan. Bu xatolaring seni umringni yo'qotishingga, pulingni yo'qotishingga, energiyangni, sog'lig'ingni, asabingni yo'qotishingni evaziga shakllangan tajribalaring. Bu tajriba pulga ham sotib olinmaydigan tajriba. Qo'y, tegma, o'tirsin. Chunki sen zo'r bo'lib ketganingda seni o'rganayotgan, senga ergashayotgan insonlar seni o'rganadi va shu jarayonda sen gapirmasdan turib natijalaring bilan A tochka, B tochkani o'zi bilan sen ularga motivator bo'la olasan va seni aynan brendingni, mana shu dizaynerni tarixi bo'lib shakllanib qoladi deb aytaman va shu jarayonda keyin ular o'zini o'sha oddiygina tikib Instagramga qo'yib qo'ygan kiyimidan uyalib olib qo'ymoqchi bo'lganda qaysidir ma'noda уже faxrlanishni boshlaydi.
to'g'ri, men ham oddiy faoliyatdan boshlaganman. Hozir shu kungacha shunaqa edim, lekin mana endi bunaqa bo'lyapman. Endi rivojlanib, mana zo'r natijalarga qisqa muddatda erishyapman. Haqiqatda qilsa bo'lar ekan, erishsa bo'lar ekan deb birinchi navbatda o'zini o'zi to'ldirishni boshlaydi shu ayollar. O'zini motivatsiyasini to'ldirishi, o'zini ishonchini to'ldirishi, o'zini barcha resurslarini to'ldirishni boshlaydi va o'zini to'liq to'ldirgan ayol esa keyin boshqalarni ham to'ldirishni boshlaydi. Va yana bitta xalqaro misollardan biri Zara brendi. Bu trendni tez, ya'ni auditoriyaga moslashtira oladi. Yiliga juda ko'p kolleksiyada kolleksiyalar chiqaradi. Har qanday yoshdagi, har qanday ayollarga juda ham arzon segmentga, mass marketing yo'nalishida asosan ijod qiladigan brendlardan biri. Bularda kuchli tarafi juda ham tez ishlab chiqariladi va kuchli marketing ishlatiladi. Arzon mahsulotga kuchli marketing ishlatish orqali ham ko'p tikib, ko'p sotib, katta daromad ko'rishadi. Chunki bular tez ishlab chiqaradi, murakkab emas, narxga mos bo'lgan produkt yo'nalishini tanlagan. Va bu yerda instrument nima? Mana shu darajaga yetib kelganligini oddiy sizlarga instrumenti misoli bu yerda bozorni doim kuzatishadi. Bozorda hamma o'zini qimmat kiyimga urgan, eksklyuziv kiyimga urgan, ma'lum bir darajadagi tor auditoriyaga kam miqdorda qimmatga sotish bilan ovora bo'lgan bir jarayonda bular aynan o'zini ishlab chiqarish yo'nalishida, tekstilni, fashion sohasini aynan ishlab chiqarish yo'nalishida, mass marketingda o'zini yo'nalishini tanlagan va shu yo'nalishda bozorni o'rganadi. Tezkorlik bu yerda. Siz arzonga tikyapsizmi? Ko'p tikyapsizmi? Demak, ishingiz tez bitadigan ish bo'lishi kerak. Va shu bilan birga esa aniq va to'g'ri tizimni borligi, mavjudligi. Aynan mana shu Zara brendini mass marketing yo'nalishida butun dunyoda global brendlar qatoriga kirishiga muvaffaq bo'lgan. Ana endi esa pozitsiyalash, bu yerda narxni tanlash, daromad modelini tanlash. Siz kim uchun tikasiz? Premium segment uchunmi? O'rta klass segment uchunmi yoki arzon segment uchunmi? Boshida mana shu narsani biz belgilab olaylik. Sizni mijozlaringizni og'rig'i qanaqa, xohishlari, qiziqishlari qanaqa, puli qanaqa, mashinada keladimi, taksida keladimi, metroda, avtobusda keladimi, ishlaydimi yoki ishlamaydimi, erini qo'liga qaraganmi, ota-onasini qo'liga qaraganmi yoki o'zi bir jamiyatda erkin muayyan shaxsmi, o'zini daromadi bormi va hokazo. Siz mana shu kriteriyalarni albatta inobatga olishingiz kerak va qaysi segment uchun siz kiyim tikmoqchisiz, buni ham albatta tanlab oling. Siz hamma uchun tika olmaysiz. Masalan, premium arzonga tikadigan segmentdagi tikuvchilarga deyarli kelmaydi. O'rta klassga sifat emas, ko'proq narx muhim, lekin ba'zan narxga yarasha kerakdan ortiq sifatni ham talab qilishadi. Arzon segmentga sifatni umuman ahamiyati yo'q. Bular arzonga tez-tez ko'p xarid qiladigan insonlar. Bularga sizni nima deydi? O'ta darajada eksklyuziv, kamyob liboslaringizni ahamiyati yo'q. Bularga sifat va qulaylik birinchi o'rinda turadi. Chunki bular tez-tez forma almashtiradi. Ishchi segment hisoblanganligi uchun bitta kiyim ularga uzoq muddatga chidamaydi va shuni hisobiga ular tez-tez xarid qiladi. Premium segment esa bu o'zini juda ham qadrli, o'zini hurmat qilgan va o'zini borgan joyda muhim personaligini his qildira oladigan joyga borishni xohlaydigan va borganda ham aynan mana shu kriteriyalarga juda ham e'tibor qaratadigan va siz qanchalik kuchli dizayner bo'lmang, qanchalik kuchli bir ijodkor, zo'r liboslar yaratadigan brend bo'lmang, lekin sizdagi servis agar bu kategoriyaga yoqmasa, bo'ldi. Bu mijozlar kategoriyasi sizga boshqa kelmaydi. Bir martalik xuddi bir adashib kirib qolgan mijoz singari bir marta keladi, boshqa kelmaydi. Shunaqa har bir kategoriya bilan o'zini ishlashdagi nimalari bor. Muhim omillari bor. Demak, bu yerda 3-qadamni ko'radigan bo'lsak, arzon modelni to'xtatish, ya'ni arzon model. 100 ta kiyim, past foyda va ko'p charchash, ko'p ishlash. Xo'p, brend modelichi bu yerda 20 ta kiyim, yuqori foyda topsa bo'ladi va qadriyat bor, brend bor. Demak, farqi arzon modelni to'xtatishdan maqsad bu yerda siz 100 ta kiyim tikmang, kam foyda bilan ko'p charchash. Va brend modelida esa bu yerda 20 ta kiyim tikamiz, yuqori foyda topsa bo'ladi va qadriyat shakllangan va albatta bu yerda brend bo'lishi shart.
Xo'p, ana endi brend elementlariga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi bo'lib biz nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Brend elementlarida xo'p, birinchi bo'lib nom tanlashimiz kerak. Logotip, ana undan keyin uni vizual ko'rinishi. Bizda hozir juda ham ko'pchilikda, mana o'quvchilarim o'zidan ham shaxsan so'rayman, brendingiz bormi? Ha, bor. Nima desam, Muattarxon. Xo'p, Muattarxon. Qani ko'rinishi qanaqa? Men hech qachon ko'rmaganman va eshitmagan ekanman shunaqa Muattarxon brendini desam, menga ko'rsatadi. Muattarxon brendi bir 50 ta naqsh bilan, maneken, qaychi, lak, tirnoq, qog'oz, qalam, qosh, kapalak, shlyapa, xullas kalom hamma elementdan iborat bo'lgan juda ham bir bachkana, eslab qolish qiyin bo'lgan vizual ko'rinishida bir qanaqadir tekin programmalardan, Pinterestdan, Canva programmalaridan qilingan bir logotip. Mana shuni brend deb ko'tarib yurishibdi. Mana shuni brend deb yillar davomida shunga urg'u berib yotishibdi. Lekin afsuski, insonlar uni 100 marta ko'rsa ham eslab qola olmaydi, ko'rganda ko'zni charchatadi va men juda ham arzon va sifatsiz brendman deb o'zi gapirib turadi. Birinchi navbatda nomni biz jarangdor, tilga oson, quloqqa eshitganda yoqimli va eslab qolishga oson bo'lgan nomni tanlashimiz kerak. Bu nom o'zimizning ismimiz, farzandlarimizni ismi bilan qanaqadir qorishmasidan paydo bo'lishi mumkin yoki bir ota-onamizni, turmush o'rtog'imizni, qaynona-qaynotamizni, umuman mana shu o'zimizni yashab turgan muhitimizga yaqin bo'lgan insonlar bilan bog'lab ham masalan nomni belgilasak, tanlasak bo'ladi. Masalan, Muattarxondan ko'ra masalan qanaqadir xo'jayinning ismi bilan yoki bir farzandlarining ismi bilan bog'lasa bo'ladi. Xo'p, ana endi bitta nomni yaxshi tanlab oldik, Endi uni vizualniy ko'rinishini ham biz juda ham skromniy, daragoy va ko'rganda aniq eslab qolsa bo'ladigan bir chiroyli ko'rinishga o'sha haqiqiy mutaxassislar bilan birga maslahatlashgan holatda qildirishimiz kerak. Albatta brendni o'zini nima deydi, haqiqiy avtorskiy ranglari bo'lishi kerak. Masalan, oddiy misol Tiffany brendini Tiffany rangi bor. Aslida u Tiffany brendni rangi mentol rang deyiladi. Ranglar palitrasida u hech qachon Tiffany deb atalmagan. Bir necha yillar avval u mentol rang, miyata rang deb atalgan. Miyata rang 1, miyata rang 2, miyata rang 3 mana shunaqa qilib och, to'q, o'rtacha to'q, to'qroq qilib raqamlar bilan belgilangan. Lekin bu brend o'zini rangi qilib olgandan keyin, bu rangni brendni asosiy ranglaridan biri deb tanlab olgandan keyin esa buni shu darajada ommalashtirganki, mana shu rangni ko'rganda har qanday inson Tiffany deb ataydi. Hattoki Chanel va Dior'da ham aynan shu rangdagi libosni ko'rsangiz, mana shu Tiffany rangdagi pidjak deb ataysiz. Hattoki raqobatdoshini, mahsulotini boshqa bir raqobatdoshini nomi bilan ham atash mumkin. Nimaga? Bu yerda brendni to'g'ri pozitsiyasi, brendni kuchli marketingi. Ya'ni virus qilib odamlarga o'zini brendini, rangini, nomini shu orqali propaganda qilgan. Va ana undan keyin esa hozirgi kunda bilamiz, hammamiz aynan Instagram orqali sotuvlarni qilamiz. Instagram orqali mijozlar sonini ko'paytiramiz. Instagram orqali biz tanilyapmiz. Hozirgi kunda info biznes olamidamiz. Informatsion shum davrida yashayapmiz. Demak, biz o'tirgan joyimizda ham to'g'ri reja, to'g'ri harakatlar orqali yaxshigina ommalashib tanilishimiz mumkin. Demak, mana shu Instagramda ham albatta siz mana shu Instagram akkauntingizni chiroyli vizualni yasab, u yerda o'sha profilni chiroyli qilib, upakovka qilib, uni biznes akkaunt formatida yurg'izishingiz kerak. Odatda juda ko'p tikuvchilarda men kuzataman, Instagramiga kirsangiz, 3 sekund ham tura olmaysiz, srazu chiqib ketasiz. Nimadir qiziqtiradi, target chiqib qoladi, nimadir reklama chiqib qoladi. Shundoq kirsangiz, bo'ldi, всё, qiz bo'lmas ekan deb chiqib ketasiz. Nimaga? Chunki bitta qo'yadi kiyim, ikkita qo'yadi kiyim, keyin qanaqadir oilaviy ovqatlanib o'tirganini qo'yadi. Yana bitta qo'yadi kiyim, ikkita qo'yadi kiyim, kim qarindosh urug'i bilan, o'sirlari bilan gapda ko'rishganini qo'yib qo'yadi, to'yga borganini qo'yib qo'yadi. Yo'q, odamlarga unaqa kasha-malasha profil qizumas. Odamlarga haqiqiy ekspertni, haqiqiy mana shu mahsulotingizni targ'ibotini qiladigan bir katalog formatdagi profil qiziq. Kirganda sizdan mijoz sizni kim bilan gap o'ynashingizga, bolalaringiz bilan qaysi restoranga borganingizga, nima ovqat yeyotganingizga qiziqmaydi. Unaqa live formatdagi blogerlar juda ham ko'p.
kuzatgisi kelsa shularni kuzatadi ular. Sizni profilingizga nima qiziqtirib olib kiradi odamlarni? Ya'ni sizni mutaxassisligingiz. Mutaxassisligingizga qiziqib kirgan odam nimalar tikadi, nima mahsuloti bor o'zi, qani menga nima bor ekan bu yerda, men o'zim uchun nima toparkanman deb kiradi va kirganda sizda katalog formatida o'zingiz yaratgan shaxsiy kolleksiyalaringizni bir qanaqadir portfoliosi tursa qiziqadi, podpiska bosadi, narxlar bilan qiziqadi, qaysidir fasoningiz yoqadi, qaysidir kiyimingiz yoqadi va sizga mijoz bo'lishga harakat qiladi. Demak, mana shu orqali biz mijozlarni jalb qilamiz, sotuvimizni oshiramiz, narximizni oshiramiz va o'zimizni taniqlilik darajamizni ham oshiramiz. Ana undan keyin esa professional foto. Men shaxsan o'zimni o'quvchilarimda, kurslarimda o'qiydigan o'quvchilarimda men 100% bu narsani qildirtiraman. Ya'ni kurs so'ngida biz kurs davomiyligida bergan barcha bilimlarimiz orqali ularni yo'nalishini toptirganimizdan keyin shu yo'nalishga mos bo'lgan kolleksiyalar ustida ishlaymiz. Ya'ni oxirgi bitiruvga yaqin oylarda. Va shunda men vazifalar beraman. Davay, qani hamma o'zini nima tikishini xohlaydi, nima yaratishni xohlaydi, qaysi yo'nalishida agar u kiyim tiksa mazza qiladi. Hamma sarpa tikkan uchun sarpa emas, hamma ani toshli kiyim tikkan uchun toshli emas, balkim kimdir klassik yo'nalishni tikkanda mazza qilar. Kimdir вообще sportivniy kiyimlarni tikkanda mazza qilar. Umuman buni ahamiyati yo'q. Qaysi yo'nalishdan bo'lishidan qat'iy nazar, siz birinchi navbatda nima xohlayapsiz, nima tikishni tiksangiz siz mazza qilasiz. Shuni birinchi navbatda belgilab oling va shu sizni mazza qildiradigan yo'nalishda qanaqadir chertyojlarni chizing. Mayli u professional bo'lmasin, boricha chizing. Glavnisi siz loyihani yetkazib bera olish layoqatini shakllantirasiz. Aynan mana shu jarayonda. Chizadi. Chizganda mana bu yerda mana bunaqa mato, mana bu yerda mana bunaqa rang, bu yerda mana bunaqa tosh ishlataman, bu yerda mana bunaqa mato bilan kombinatsiya qilaman va hokazo. Mana shu chertyojlardan kelib chiqib, biz keyin o'quvchilarimiz bilan kolleksiyalarini qisman o'zini yo'nalishiga mos bo'lgan ilk kolleksiyalariga uchun birinchi qadamlarni birgalikda tashlaymiz. Va albatta bu yaratilgan liboslarni shunchaki tikib qo'yib, menga ko'rsatib, qarsak olib sertifikat olib ketish uchun emas, bo'ldi. Yana endi sen mana shuni o'zingni mijozlaring auditoriyasiga ko'rsatishing kerak. Men o'qidim, men o'qigan joyimda endi avvalgi xonaki tikuvchi emasman, balki o'z yo'nalishiga ega, endi o'zi kolleksiyalar yarata oladigan, birovlarni ko'chiradigan emas, balki kerak bo'lsa kelib, mendan ilhom olib, meni ko'chiradigan darajadagi bir mukammal ijodkorga, dizaynerga va shu bilan birga esa falonchaxonni qo'shnisi Pismadonchaxon tikuvchi emas, balki faloncha brend nomi bilan tanilishni boshlagan bir transformatsiya bo'lgan mutaxassisga aylandim deb mana shu narsani biz ko'rsatamiz va o'zini liboslarini keyin portfoliosi ustida ishlaymiz. Men shaxsan o'zim bu narsani tashkillashtiraman. Fotograf, videograf, studiya, modellar, vizajist, ular bilan qanday ishlash kerakligi, buni qanaqa yondashuv qilish kerakligi, shunchaki qosh ko'zi chiroyli, shirin bo'lgan qizni olib, kecha mobilografiyani o'qib chiqqan chala mobilograf bilan sifatsiz kontent olish emas, pozировать qilishni bilmaydigan, sizni kiyimingizni bir qanaqadir emotsiya orqali yetkazib bera olmaydigan, bir qosh ko'zi chiroyli bo'lgani bilan o'zi bir harakatlarni tushunmaydigan qizlarda emas, balkim pozировать qilishni chiroyli biladigan, sizni kiyimingizga mos pozировать qilishni biladigan, sizni kiyimingizni mohiyatini, ma'nosini, qanaqadir energetikasini yetkazib bera oladigan haqiqiy modellar bilan qanaqa ishlash kerakligi, har bir libosga modellarni qanaqa ishlatish kerakligini, mana shu jarayonda biz to'g'ri portfolio ustida ishlash kerakligini ham o'quvchilarimizga o'rgatamiz va bu narsani qildirtiramiz. Ana undan keyin esa paketlash, qadoqlash, ya'ni sizni mahsulotingizni albatta upakovkasi bo'lishi shart. Upakovka deganda o'sha paketlari, unga qiladigan podacha, masalan, mijozlaringiz kelganda sizdan shunchaki oddiy Abu Sahidagi yaltiroq shitir-shitir salafanga plastmassa veshelkada kiyimni solib berib yuborish kerak emas. Siz oyiga 60 ta, bir yilda esa 6000 ta mijozga kiyim tarqatarkansiz, 6000 ta nomi tushirilgan paketda kofralar bilan siz agar o'zingizni mahsulotingizni tarqatadigan bo'lsangiz, har bitta mijozingizda sizni brendingiz tushirilgan paketni kamida statistika bo'yicha 50 ta odam ko'rar ekan. Tasavvur qiling, yiliga 6000 ta odamni har birini 50 tadan odam agar sizni brendingiz tushirilgan paketingizni, kofralaringizni, birkalaringizni ko'radigan bo'lsa, demak siz уже brend sifatida hamma tomondan tanilishni boshlaysiz va albatta sizni hikoyangiz bo'lishi kerak. Bu yerda brend sifatida hikoyangiz bo'lishi kerak va har bir libosingizni yaratilish jarayonidagi hikoyasi bo'lishi kerak va shart. Chunki brend bu ko'ylak emas, brend bu tajriba.
Brend bu ishonch odamlarga, brend bu iste'molchilarga emotsiya. Siz brend orqali, brendni mahsuloti orqali odamlarga shunchaki pulini olish uchun kiyim tikib sotmayapsiz. Siz ularga balki emotsiya ulashyapsiz. Bu brend mahsuloti orqali siz insonlarni og'rig'idan kelib chiqib yechim beryapsiz. Ularga emotsiya beryapsiz, kayfiyat ulashyapsiz, energiya ulashyapsiz. Ayollarni o'ziga bo'lgan ishonchini ortishiga xizmat ko'rsatyapsiz. Men bu narsani juda ham ko'p o'quvchilarimga takrorlayman, ta'kidlayman. Sizlar oddiy kiyim tikmayapsizlar. Sizlar ayollarni jamiyatda o'z o'rnini topishga, o'ziga bo'lgan ishonchini ortishiga hissa qo'shyapsizlar. Sizlar juda katta ishlar qilyapsizlar. Shu narsani his qilgan, tushungan kuninglar, ishinglarga bo'lgan dunyo qarashinglar, ko'z qarashinglar va yondashuvinglar albatta 360 gradusga o'zgaradi deb har doim ta'kidlayman. Va inshaalloh bugun umid qilamanki, mana shu sizlarga aytayotganlarim orqali sizlar ham kasbga bo'lgan qarashinglar, dunyo qarashinglar, yondashuvinglar albatta ma'lum bir darajada o'zgaradi. Xo'p, ana endi marketing instrumentlari. Bu nima? Bizda juda ham ko'pchilik tikuvchilar aynan marketing so'zini hattoki eshitsa ham nimaligini bilmaydi yoki nimaligini bilsa ham bizga kerak emas deb o'ylaydi. Ya'ni tikuvchilarga marketing kerak emas degan tushunchada hali ham juda ko'pchilik o'ylaydi. Xo'p, bu narsani tushunganlar esa allaqachon muvaffaqiyatli brend. Xo'p, demak marketing instrumentlari bu nima? Tikuvchilar ko'p bilmaydigan real instrumentlar, ya'ni content marketing. Bu siz marketingni qanaqa ishlatishingiz mumkin? Aynan o'sha Telegram, Instagramlaringizda yoki bo'lmasa mijozlaringiz kelganda ular sizlardan portfolio so'raydi. Xo'p, qani nimalar tikkansiz, nimalar qilgansiz, kimlar bilan ishlagansiz va hokazoda. Xo'p, demak content marketingda before and after. Xo'p, bu nima? Avval va keyin, ya'ni sizni har bir tikayotgan kiyimingizni xo'p eskizi bo'lishi mumkin. Mana eskiz chizdim. Bu esa shu eskizim orqali matolari mana before avvalgi holati va uni bichilish jarayoni bo'lishi mumkin. Orada qanaqadir primerka jarayonlari bo'lishi mumkin. Siz mana shularni o'zingiz rasmlarga, videolarga, fotolarga olib yurasiz va bitgandan keyingi holatini ham albatta rasm, foto, videolarga olasiz. Ana undan keyin esa har bir mijozingiz uchun yoki bir qaysidir yaratayotgan kolleksiyangizni mana shunaqa oldin va keyin va ungacha bo'lgan yo'ldagi mana shu jarayonlarni, foto, videolarni jamlanmasini bitta qilib yig'ib turib, Instagramda, istoriyada, publikatsiyada, reelslar orqali siz bu narsani ya'ni progress qilasiz. Ya'ni odamlarga mana shu narsa juda ham qiziq. Xo'p, ana endi esa mijoz hikoyasi. Ya'ni mijoz sizga keldi. Xo'p, kelganda sizdan nimadir tiktirmoqchi, sizga o'zini aytyapti xohishlarini. Xo'p, u mijozni xohishiga binoan siz eskizlarni chizdingiz. Ana endi esa oxirida mana shu mijozni yana bitta odzifini olib olasiz. Ya'ni hamma ham boshida xursand, ishonch bilan keladi, lekin oxirida mana shu pozitsiyada ketyaptimi siz oldingizdan? Ya'ni sizdan rozi bo'lgan holda ketyaptimi yoki sizdan norozi bo'lib ketyaptimi? Mana shuni oxirini ham olib oling va shunda mijozni sizga kelgandagi holati, sizga bo'lgan fikri, munosabati va ana undan keyin esa oxirida kiyimi bitgandan keyin, ya'ni sizga qoldirgan odzifa. Rahmat, Ra'noxon, baraka toping, qizlaringizni qo'l ko'zi dard ko'rmasin. To'g'risi men eskizda ko'rganimda, voy, vobshe zo'r degan edim, lekin bitgandan keyin to'g'risi eskizdan ham zo'r chiqibdi. Haqiqiy odziv, живой odziv. Mijozlar hech qachon aldamaydi. Mijozga yolg'on gapirtira olmaysiz hech qachon. Chunki u pulini to'lab sotib olayotgan narsasidan u faqatgina rozi bo'lsagina haqiqiy odzivni bera oladi. Demak, mijozlarni odzivi mana bu haqiqiy odziv hisoblanadi. Mana shu mijoz hikoyasini qo'ying yoki bo'lmasa mijozlaringizni bir qandaydir muammo bilan kelganini ko'rsatib turib, mana shu muammosiga libos orqali qanaqa yechim bera olganingizni ko'rsating. Tikish jarayonlarini albatta ko'rsatib boring. Insonlarga har doim tayyor mahsulotni ko'rsatsangiz, ular xuddi sehrli tayoqcha orqali paydo bo'lib qolgan deb o'ylaydi. Lekin uni tikilish jarayonlari, avval va keyin mijozlarni primerka jarayonidagi fikrlari, odzivlari, qo'rquvlari, ishonchlari, kayfiyatlari, mana shu narsalarni ko'rsatsangizgina insonlar jarayon orqali siz tikayotgan, siz yaratayotgan liboslarni qiymatini his qiladi va mana shu sizni tabiiy narxingizni oshirib beradi. Siz bu jarayonlarni ko'rsatmasangiz
olmas ekansiz, sizda content marketing bo'lmas ekan, siz qanchalik murakkablikdagi eng zo'r libosni yaratib qo'ymang, shunchaki tayyor libosni qo'yganingizdan keyin mijozlarga mana shu libosim mana shuncha narx desangiz, mijoz hech qachon sizga bu narxni bermaydi va hattoki mijozni nazarida siz keragidan ortiq qimmat narx aytayapsiz degan mana bu yerda tushunchaga borib qoladi. Keyin siz aytasizki, men shuncha ijod qilsam ham, bitta libos ustida 1 yillab mehnat qilsam ham, lekin nimagadir mijozlari mani qadrimga yetmayapti. Men yaratayotgan liboslarning qiymatini tushunmayapti. Baribir arzon. Demak, meni mijozlarim qimmatga olmas ekan deymizda, mijozlarni xohishiga yarasha bo'laveradi degan pozitsiyaga yana qaytib qolamiz. Mana shu eng katta xatoyimiz bizning. Xo'p, demak 450 ming emas, 490 ming masalanda narx belgilashdagi qanaqadir psixologik yondashuvlarni ham biz o'rtoqlar tushunib olishimiz kerak. 10 ming so'm arzon qilib qo'yasiz, aslida u 500 ming so'mlik narx, lekin siz 500 ming so'm emasda 490 ming so'm deganingizni hisobiga mijozni miyasida bu 400 ming so'm degan tushuncha paydo bo'ladi. Narxni aytishda ham psixologik yondashuvlar juda ham muhim. Va ana undan keyin esa qanaqadir bir paket taklif bering. Masalan, mendan hozir siz mana shu chislodan mana shu chislogacha buyurtma beradigan bo'lsangiz, mana shu Ramazon oyi munosabati bilan Ramadan collectionga bizda hozir mana bunaqa paketlarimiz bor. Ya'ni siz xohlasangiz bitta libosni 1 million so'mgacha bo'lgan yoki 100 dollargacha yoki 500 dollargacha bo'lgan bizdan liboslarimizni bittasini xarid qilasiz va bu paketning ichida biz sizga yana ikkinchi libosimizga 30% xizmatimizni bepulga hadya qilamiz, taqdim qilamiz yoki bo'lmasam sizga qanaqadir mana shu libosga qo'shimcha ravishda o'zimizni avtorskiy sharflarimizni hadyaga beramiz yoki ularni 50% narxida olishingiz mumkin. Mana shunaqa qanaqadir mijozlar uchun qulaylik bo'lgan paketlar ham taklifini, kuchli takliflarni ishlab chiqish mumkin. Xo'p, tikish jarayoni xo'p bu yerda 2 marta ketib qopti. Ana endi pre-order modeli bu nima? Oldindan buyurtma, balki pulni oldindan olish yo'nalishida. Masalan, biz hozirgi kunda ishlaydigan bo'lsak, ana endi cheklangan kolleksiya, faqatgina 10 dona limited edition yo'nalishida masalan, siz masalan qanaqadir ma'noda har bir tikayotgan liboslaringizni masalan mass marketing emas, premium segmentga agar tikayotgan bo'lsangiz, premium segmentga har doim siz nima orqali ta'sir o'tkaza olasiz? Ya'ni siz sotib olayotgan liboslar bu cheklangan kolleksiya bizda. Buni hamma ham kiya olmaydi. O'zi sizdan oldin bitta sizga o'xshagan shunaqa faloncha va pismadoncha klientimiz oldi, endi siz ovozsiz. Bo'ldi, shu bilan men bu kolleksiyamdan xohlasam ham boshqa zakaz ola olmayman, chunki bu limitirovaniy kolleksiya. Shu uchun ham buni narxi shunaqa bo'ladi va bunaqa bo'ladi deb turib, siz buyurtmaga oldindan kamida 50% to'lovini amalga oshirib olasiz. Agar buyurtma asosida tikib beradigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam sotuv uchun ham oldindan siz bemalol narx aytib, o'zingiz xohlagan narxda o'sha mahsulotingizni sota olasiz. Xo'p, ana endi 6-qadam bizda bu tizim. Agar tizim bo'lmasa, bilasizmi nima? Tikuvchilar aynan tizim yo'qligi uchun ham ko'p ishlab kam pul topyapti va juda ko'p charchayapti. Выгорание bo'lyapti. Mana juda ko'p tikuvchilarga qarayman, yuzida уже nima deydi? Qalb kasbi tashab keta olmayapti. Tirikchiligi shundan bo'lib qolgan. Hozir buni xohlasa ham tashlay olmaydi, chunki qora qozoni shundan qaynayapti. Lekin shunaqa darajada norozilik hissida ishlayaptiki, shunaqa og'rinib tikyaptiki, shunaqa qiynalib tikyaptiki, shunaqa charchab ketgan. Qani shu klienti ham ko'ziga ko'rinmaydi, tikayotgan ishi ham ko'ziga ko'rinmaydi. Qaysidir ma'noda rangida rang qolmagan. Juda ko'p tikuvchilarni, o'rtoqlar, men hammani demayapman, juda ko'p aksariyat tikuvchilarimizda rangida rang qolmagan. Zo'r tikadi, sifatli tikadi, lekin e'tirof etilmaydi. U ham bir katta brendlar qatori hurmatga bir loyiq bo'lishni xohlaydi. Mijozlari kelganda uni ham hamma yoqda voy men falonchada tiktirdim deb faxrlanishini xohlaydi. Va u ham mehnatiga yarasha narx olishni xohlaydi. Lekin afsuski buni imkoni yo'q. Nimaga? Chunki bu yerda tizim yo'q. Tizim yo'q, tikuvchilar ko'p ishlab, ko'p charchaydi. Ish ko'payadi, lekin daromad o'smaydi. Sababi
hammasi nimaga borib taqalyapti? Tizimga borib taqalyapti. Xodimlar bilan muammolarni gapirmasa ham bo'ladi. Demak, bu yerda biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda buyurtmani jadvalini tuzib chiqishimiz kerak. Ana undan keyin esa albatta xarajatlarni nazorat qilishimiz kerak. Men har doim aytaman, tikuvchilar o'zi hozir ishlab turgan jarayonda o'zini topayotgan pulini qanchasi haqiqiy foydasi ekanligini bilmaydi. Mana shu bizda maqol bor-ku, yong'oni shaqillashiga ishqiboz bo'lib yuribman deydi-ku. Mana shunaqa yong'oni shaqillashiga ishqiboz bo'lib yuribdi ko'p tikuvchilar. Ya'ni ba'zi birlari aytadi, men turadi, men deydi 5 million topaman oyiga deydi, 10 million topaman deydi, 30 million topadiganlar bor. 30 million topadiganlarni men o'tirib audit qilganimda, o'quvchilarim orasida ularni sof daromadi $400 ham chiqqani yo'q. 30 million topayotganini sof daromadi $400 ham bo'lgani yo'q. Endi 5 million, 10 million topayotganlar aslida sizlarni haqiqiy sof foydanglar, haqiqiy cho'ntaginglarga qolayotgan sof foyda necha pul bilasizlarmi shuni? Afsuski yo'q. Mana shu xarajatlarni nazorat qila olmaganimiz uchun ham, xodimlar bilan qanday qilib ishlashni bilmaganimiz uchun ham, buyurtmalarni jadvali bizda bo'lmaganligini hisobiga ham albatta foydani biz hisoblashni bilmaganimiz uchun har doim biz zarardamiz. Ko'p ishlaymiz, charchaymiz, ish ko'payaveradi, muammolar ko'payaveradi. Lekin nimagadir foyda oshmaydi, yengillik bo'lmaydi. Xo'p, demak, transformatsiya. Men har doim aytaman, tikuvchilar transformatsiya qilmaguncha ularning holati o'zgarmaydi. Tikuvchini ushlab turgan e'tiqodlar bor, bilasizlarmi? Bu nimalar? Aynan boylar boshqa yoqda yuradi, ular bizga kelmaydi, ular boy bo'lish bu yaxshi emas. Mayli, Xudoga shukr, boy bo'lmasam ham qora qozonim qaynab turibdi. Ya'ni kambag'alcha fikrlar bizda juda ham qotib qolgan miyamizda va menda sharoit yo'q, menda hozir imkoniyatim yo'q. Bilasizlarmi? Mana shu kurslarimga ham o'quvchilar yozilayotganda juda ko'p o'quvchilar mana shu dars o'tayotganimda, treninglarda yonib o'tiradi. Har bitta gaplarim to'g'ri, to'ppa-to'g'ri bo'ldi, biz bildik, tushundik. Endi nima qilsak, nima bo'lishini bildik deydi-da. Keyin mana shu kurs, ilm olish, transformatsiya qilish degan bir jarayonga kelganda, menda sharoitim yo'q deydi. Endi kechirasiz-u, sharoit aslida hammada bor. Faqat biz o'zimizga o'zimiz mana shunaqa bir muhitni miyamizga shakllantirib olganmiz, yaratib olganmiz o'zimiz uchun. O'zimizni o'zimiz qutqargimiz keladi. Ya'ni, qo'y, sen o'zi rivojlanishni xohlaysan, lekin hozir seni sharoiting yo'q. Va meni eng yomon ko'rgan, meni qanaqadir bir jahlimni chiqaradigan gaplardan biri, meni pulim bo'lsa, men ham rivojlangan bo'lardim. Kechirasiz-u, sizni pulingiz bo'lsa ham rivojlanmaysiz. Aslida siz pulingiz bo'lishi uchun ham rivojlanishingiz kerak emasmi? Qaysi puldor odamlar puldor bo'lib qolishi uchun ularga avvaldan pul berilgan. Avvaldan pul berilgan. Aytinglar, menga bitmas, tuganmas pul berilgan insonlarni bilamizmi hayotda? Afsuski yo'q. Lekin inson o'zini fikrlashi orqali, harakatlari orqali, o'zidagi bir ishtiyoq orqali, immunitet orqali, energetika orqali o'zini transformatsiya qila olishi mumkin. Biz kutgan natija, ya'ni pul ana undan keyin kelishni boshlaydi. Ungacha pul kelmaydi o'rtoqlar. Mana shu bizda qotib qolgan e'tiqodlarni biz almashtirishimiz kerak. Boylar boshqacha, menda sharoit yo'q, hozir o'qib foyda yo'q, shuncha o'qiganlar ham foyda olmayapti, yana qachongacha o'qiysan, qachongacha o'qiyman, shuncha o'qidim-ku va hokazo. Bularni endi almashtirish kerak, bilasizlarmi? Tikuvchilik bu biznes, bu shunchaki hunar emas. Men xonaki tikuvchi bo'lib qolishni xohlamayman. Mijozlar nima desa shuni tikadigan arzoncha tikuvchi bo'lib qolishni va hattoki tekin tikuvchi bo'lib qolishni xohlamayman. Meni kasbim bu juda katta biznes. Bu yerda juda katta pul bor, juda katta daromad bor. Men o'zim uxlagan paytimda ham menga bu soham pul olib kelib turish kerak, pul tug'dirib turish kerak. Mana shunaqa fikrlash jarayoniga biz bosqichga o'tishimiz kerak va ilm daromadni tezlashtiradi. Chunki bilamiz, hattoki hadis ham bor. Najot ilmda. Har qanday muammoga yechim ilmda, o'rtoqlar. Siz hozir ko'p pul topa olmayotganingizni sababi nimada? Muammomi bu? Sizni ko'p pul topa olmayotganingiz bu sizni eng katta muammoyingiz. Buni muammosi nimada? Yechimi ilmda. Sizni ko'p ishlayotganligingiz, qancha ko'p zakaz olsangiz ham daromadingizni oshmayotganligi, siz juda ko'p ishlab, juda ko'p charchayotganligi, sog'lig'ingizni ketayotganligi, Alloh bergan eng qimmatli bir marta berilgan umringizni mana shunaqa ko'p ishlab kam pul topishga sarflayotganligingiz.
Bular muammomi, hayotingizdagi eng katta global muammoga aylanib qolganmi tikuvchilar? Albatta ha. Men bilaman javobinglarni. Xo'p, bu muammoning yechimi nimada? Albatta bu ham borib ilmga taqaladi. Chunki biz ilmsiz hech qanaqa harakatga tusha olmaymiz. Va men brend bo'la olaman. Chunki shuncha insonlar bo'la olgan. O'sha eng katta brendlar ham faoliyatini oddiy tikuvchilikdan boshlagan, kichik qadamlardan boshlagan. Faqat ular katta mana shunaqa natijalarga, darajalarga qanaqa qilib erishgan? Ular shunchaki to'xtamagan, ishini o'ta sevgan, ishini fanati bo'lgan, fidoyisi bo'lgan. Bu yo'lda har qanday muammoni kelib chiqish sababini ham aniqlagan, yechim ham qayerdaligini topa olgan va topishdan to'xtamagan, izlanishdan to'xtamagan insonlar. Farqimiz shunda. Men ham shu kasb egasiman, u ham shu kasb egasi. Natijalar ikki xil. Demak, harakatlar ikki xil. Demak, bizni dunyoqarashimiz ikki xil. Jarayonda biz qilayotgan harakatlar, ketma-ketlik ikki xil. Ya'ni u yerda tizim bilan to'g'ri harakat, bizda esa tizimsiz ko'p harakat bor. Farqi shunda. Xo'p, davom etamiz. Ana endi real amaliy reja, 30 kunlik plan mana sizlarga tekinga hozir beraman. Birinchi hafta biz o'tirib hozir o'zimizga yozib olaylik. Yo'nalishni tanlash. Yo'nalishni tanlash nimadan kelib chiqadi? Albatta bu o'zi aslida katta mavzu. Yo'nalishni tanlash uchun bu yerda makro va mikro uslublarni biz o'tamiz. Moda tarixiga yuzlanamiz, qayerdan ilhom manbaini olish kerak, trendni to'g'ri prognoz qilish orqali biz yo'nalishlarni aslida shakllantiramiz. Lekin hozir sizlarga baribir vaqt chegaralanganligi uchun shu bepul vebinarda ham maksimal darajada foyda berishga harakat qilyapman. Shu uchun hozir bu yo'nalishni tanlashni bitta instrumentini o'rgataman. Ya'ni boya aytganimdek, siz nima tiksangiz mazza qilasiz. Mana shu narsani hozir o'zingiz uchun o'tirib xulosa qilingda va yozib oling daftaringizga. Ana undan keyin esa ikkinchi qadam bozorni o'rganing. Siz xohlayotgan yo'nalishda bozordagi iste'molchilar qancha miqdorni kashf qiladi, ya'ni talab qanchalik kuchli. Talab aslida kuchli bo'lishi mumkindir, lekin sizga kelmayotgandir o'sha iste'molchilar. Ya'ni sizda siz xohlagan yo'nalishda murojaatlar yo'q degani bu iste'molchilar yo'q degani emas, klient yo'q degani emas. Bozor to'la klient har qanday yo'nalishga. Faqat siz o'zingizni yo'nalishingizga mos bo'lgan nishani topib olmaganingiz va shu bozordagi segmentga ko'proq urg'u bermayotganligingiz va produkt yaratib, shu produktni siz ustida portfolio qilib ishlayversangiz, o'sha yo'nalishingizga mos bo'lgan, xohishi bor bo'lgan iste'molchilar sizni atrofingizda asalariga o'xshab yig'iladi. Va birinchi haftani o'zida sizga vazifa yo'nalishni tanlaymiz, bozorni o'rganamiz. Xo'p, ikkinchi hafta brend nomi. Albatta biz brend qilmasdan, uni nomlamasdan turib, uni vizualizatsiyasini professional darajada qilmasdan turib, o'rtoqlar, biz qanchalik kuchli mutaxassis bo'lmaylik, qanchalik kuchli nima deydi, ijodkor bo'lmaylik, fantaziyalarimiz o'ta darajada qanchalik kuchli bo'lmasin, lekin sizda nom bo'lmasa, brend bo'lmasa, siz hech qanaqasiga tanila olmaysiz. Chunki insonlar brend uchun pul to'laydi. Insonlar brendga ishonadi. Insonlar brenddan xarid qilishni xohlaydi. Demak, mijozlarni xohishi sizga hamma tomondan kuchli bo'lishi uchun albatta siz brend ustida hozirdan bosh qotirishingiz kerak va shart. Ana endi 3-hafta bu yerda kontent rejalarini ustida ishlaymiz va kontentlarni Instagramlarda, Telegram akkauntingizda, umuman faoliyatingizni qaysi platformalarda targ'ibot qilayotgan bo'lsangiz, o'sha platformalarda kontentlar chiqarishni boshlang. Narx strategiyasi ustida ishlang. Ya'ni sizni raqobatchilaringiz necha pulga tikyapti, siz havas qilgan, siz ijodini sevib kuzatadigan, muvaffaqiyatiga havas qiladigan hamkasblaringiz, ya'ni sohangizni chempionlari hozirgi kunda qanday mahsulotni necha pulga tikyapti. Siz birinchi navbatda yo'nalishingizga mos bo'lgan raqobatchilaringizni kuzatishga odatlaning. Masalan, siz klassik uslubda yo'nalishni qilmoqchisizda, lekin sarpachilarni kuzatyapsiz. Yo'q, ularni bozori boshqa, ularni mijozlari boshqa. Siz ularni o'rganib, ularni strategiyasini o'zingizda qo'llay olmaysiz. Siz o'zingizni yo'nalishingizga mos bo'lgan bozorni, raqobatchilarni va narxni strategiyasini o'rganasiz. Ana endi 4-hafta bu yerda mana men sizga aniq 30 kunlik reja beryapman. 4-hafta pre-order ochish. Xo'p, bunga hozir chuqurlashamiz va sotuvni boshlash.
Pre-order o'rtoqlar, menga bitta shuni o'zbekcha tarjima qilib berib yuboringlar. Pre-order mana hozir ChatGPTga kiramiz. Xo'p. Pre-order. Labay? Xo'p. Oldindan buyurtma berish. Demak, pre-order, ya'ni siz mijozlardan mana shu 3 haftalik kontent rejasini to'g'ri tuzib, to'g'ri shakllantirib olganingizdan keyin mana bu yerda o'sha 3-haftada siz kontentlar chiqarishni boshlayapsiz, to'g'rimi? O'sha narxlar strategiyasini o'rganib, o'zingizni bozorga moslashgan narxlaringizni belgilab oldingiz har bir mahsulotingizga. Ana undan keyin esa pre-order ochish, ya'ni sotuv ochish kerak bu yerda. Ya'ni o'sha buyurtmalar qabul qilishni boshlash kerak va keyin sotuvni boshlash kerak. Umuman olganda mana shu tartibda 1 oylik 30 kunlik plan rejasida sizni Instagram auditoriyangizni kengayishi va aniq yo'nalishga mos bo'lgan, o'zingiz mazza qilib ijod qiladigan yo'nalishga mos bo'lgan mijozlar auditoriyasini ko'payishi, kengayishi va shu bilan birga siz asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich o'sha narxlar siyosatini to'g'ri boshqarib, to'g'ri qo'llay olishingiz ancha yengillashadi. Bor yo'g'i 1 oy ichida sizda yaxshigina transformatsiya bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ana endi xulosa. Mana bugungi o'tilgan mavzulardan, hozirgacha o'tilgan mavzulardan xulosa shuki, tikuvchilikdan tirikchilik qilsa bo'ladi, lekin tikuvchilikni biznesga aylantira olsangizgina boy bo'lasiz. Qarang, xulosa shuki, siz tikuvchilikdan faqatgina tirikchilik qilishingiz ham mumkin. Lekin aslida boy bo'lish uchun esa tikuvchilikni biznesga aylantirishingiz muhim hisoblanadi. Siz tikuvchilik sohangizni brendga, biznesda bosqichiga olib o'ta olmasangiz, demak siz hunarmand pozitsiyasida tirikchilik manbaidagi hunarmand ayolligingizcha qolib ketasiz. Va agar siz yana arzon tikib yurishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, deyarli hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda sizdan boshqa hech kim hech narsa yo'qotmaydi. Agar brend bo'lishni istasangiz, demak, albatta qarorlarni o'z vaqtida qabul qilishni ham bilish kerak o'rtoqlar. Aslida insonlarni rivojlanishi uchun har doim signallar keladi. Har doim imkoniyatlar keladi. Faqat mana shu imkoniyatlarni, signallarni o'z vaqtida ko'ra olish, eshita olish, ularni ushlab qolish, ularni vaqtida anglay olish ham bu nima deydi? Bu ham to'ji potensial hisoblanadi. Mana shu potensialni ham kuchaytirish kerak o'rtoqlar. Biz har doim imkoniyatlar bor, men aytaman. Har doim oyog'ingiz tagida qancha rivojlanish uchun, qancha ko'p pul topish uchun, qancha muvaffaqiyatga erishishingiz uchun sizda imkoniyatlar shunaqa darajada ko'pki, siz hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Lekin biz nima qilib o'tiramiz? Afsus, baribir boylar boshqachada. Mani hozir sharoitim yo'q. Pulim bo'lsa o'zim bilardim. Yana shuncha o'qiymanmi? Yana shuncha yilimni, umrimni ilm olish bilan o'tkazamanmi? Va hokazo. Mana shunaqa kambag'alcha, qashshoqlarcha fikrlash bizni hech qachon o'stirmaydi insonlar, o'rtoqlar. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Demak, achchiq haqiqat, men har doim aytaman, siz tikkan libosni boshqasi ham sizdan 3 barobar qimmatga tikib sota olyapti. Siznikidan sifati kam emas. Lekin siz ham undan sifatni kam qilmayapsiz. Deyarli sifat darajasi bir xil. Libosni o'sha mijozga noldan boshlab tikib, bitkazib berishgacha bo'lgan yo'l ham bir xil. Lekin mijozlarga mana shu tovarni taqdim qilishdagi podacha har xil bizda. Va mijoz baribir o'sha tomonga ketadi. Ishoning, siz qanchalik arzon, qanchalik o'shanaqa darajada sifatda tiksangiz ham, mijozlar nima uchun keladi bilasizmi? Xuddi uni sifatini sizga juda arzon narxga tiktirish uchun keladi. Lekin puli bo'lgan paytda albatta u nech pul bo'lsa ham o'sha brendni o'zidan borib xarid qilishga intiladi baribir. Demak, mijozlar imkon topdi deguncha baribir brendga qarab intilishni boshlaydi. Chunki biz hammamiz qo'limizda mana telefoni, masalan, kimdadir iPhone, kimdadir Xiaomi, kimdadir Samsung. Lekin ishoninglar, mana shu hamma telefon ishlatadiganlardan so'rang, agar hozir senga imkoniyat berilsa, qaysi telefonni ishlatgan bo'larding, qaysi telefonni o'zingga ravo ko'rgan bo'larding desangiz, iPhone deydi. Nimaga iPhone? Aynan. Boshqa telefonlarcha, ularga nima bo'lgan? Deyarli funksiya bir xil. Kerak bo'lsa Xiaomi'da ham, Samsungda ham iPhone'dan ko'proq yaxshiroq funksiyalar ham mavjud.
Lekin shunga qaramasdan odamlar baribir iPhone ishqibozi. Nimaga? Chunki bu brend. Bu kuchli brend, bu oddiy brend emas. Bu kuchli brend, qimmat brend, bu emotsiya ulashadigan brend. Bu mijozlar xarid qilganda o'ziga qanaqadir obro' sotib oladigan brend. Shu uchun har qanday arzon telefon ishlatgan odam aytadiki, pul yig'ib baribir iPhone olaman deydi. Demak, sizni ham mijozlaringiz hozircha sizga imkoniyat darajasida sizdan foydalanib arzonga o'zi xohlagan narsani chiqarib olyapti. Lekin ishoning, mana shu mijozlar 1-2 yildan keyin o'sha sizga kelmaydi, o'sha katta brendlarda yurgan bo'ladi. Mijozlarda o'zi aslida men har doim aytaman, puli yo'q emas, mijozlarni sizga puli yo'q. Mijozlarni brendlarga puli bor. Mana shu kuni kecha o'zim Parijda bo'lganimda Telegram kanalimga bitta narsani tashladim. Adashmasam Louis Vuitton brendini bitta kichkinagina naushnik soladigan sumkachasi. Kichkina mana bunaqa brelok sumkachasi. O'rtoqlar 800 yevro. Bilasizlarmi, bu necha pul degani? Salkam $1000 degani. Bitta kichkina mana shu qulog'imizga taqib yuradigan naushnikni sumkachaga solib yurishimiz uchun 800 yevroga sotilyapti va mana shuni odamlar olyapti. Va hattoki o'zimni ham olgim keldi. Juda ham chiroyli, bejirim va brend. Tushunyapsizlarmi? Brend. Mana shu bitta kichkina kashlyokka brend darajasiga chiqib 800 yevroga sotayotganda, $1000 ga sota olayotganda, siz butun boshli bir libosni 500 ming so'mga tikib o'tiribsiz. Bu qanchalik og'riqli jarayon, to'g'rimi? Chunki u yerda, men har doim aytaman, chunki u yerda brend bor. Sizda esa faqat mehnat bor. Demak, biz mehnatimiz orqali emas, brend bo'la olish orqali faqatgina qimmat sota olamiz, o'rtoqlar. Xo'p, davom etamiz. Eng kuchli og'riq bu siz hunarsiz emassiz. Siz juda ham bir halol kasb egasisiz. Hunaringiz guldek, qo'lingizdan nimalar kelmaydi. Har qanaqa uslubdagi liboslarni shikarniy qilib tikib bera olasiz. O'sha katta brendlardan deyarli ajratib ham bo'lmasligi mumkindir. Lekin siz baribir, yana aytaman, siz mehnat, qattiq mehnat qiladigan hunarmandsiz. Biznes egasi emassiz. Va bu yerda siz tizimsiz ko'p ishlaysiz va kam topasiz. Farqi shunda. Xo'p, demak, bugun aynan siz mana shunday muammolarni bir nechtasini tushundingiz, ko'rib chiqdik. Aynan bu muammolar nimani evaziga kelib chiqayotganini ham biz bildik. Lekin men har doim aytaman, muammo har doim hammada bo'lgan. Faqat muammoga yechim qidiradigan insonlar bor, yechim qidirmaydigan insonlar bor. Biz bugun aynan mana shu muammolarimizga yechim topib, muammolarni bartaraf qilib, keyingi bosqichlarga chiqishni oldimizga maqsad qilgan ayollar bilan birgalikda hozir onlayn formatda yuz ko'rishib turibmiz. Aynan mana shu yechimni siz hech qachon bilmasangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Siz yechimni ko'ra olgan kuningiz, topa olgan kuningiz sizda o'zgarishlar boshlanadi. Agar tikuvchilikni daromadli brendga aylantirmoqchi bo'lsangiz, aynan sizga tayyor tizim kerak bo'ladi. Xo'p, demak, daromadni oshirish uchun bu yerda malakani oshirishni o'zi yetmaydi. Qaranglar, men nima deyapman? Boydan beri bilim olish kerak, bilim deyapman, to'g'rimi? Lekin endi xo'p, bilim olishda ham bilim olishning farqi bor. Men sizlarga mana sodda tilda tushuntirib aytadigan bo'lsam, men har doim aytaman, tikuvchilarda eng katta qo'pol xato bor, o'rtoqlar. Menga bolalar agar imkoni bo'lsa bitta kofe qilib bera olasizlarmi? Farqi yo'q, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p, demak, daromadni oshirish uchun bilim olish kerak, to'g'rimi? Muvaffaqiyatli brend bo'lish uchun ham bilim olish kerak, bilim. Lekin bilim olishda ham bilim olishning farqi bor. Bizda juda ko'p tikuvchilar mana shunaqa muammolarga uchraganda yugurib boradi, tikuvchilikni o'qib keladi. Yana keladi, ishlaydi, qo'llab ko'radi, ha, tikish sifati oshadi, klientlari maqtaydi, oldingidan tikish sifatingiz o'sdi, rahmat, zo'r tikyapsiz, oldin 3 marta primerka qilsangiz, endi 2 marta qilyapsiz deydi va hokazo. Xo'p, baribir o'sha eski hammom, eski toz. Qayerda xato qildim? Shuncha bilim olyapman. Nimaga narxim o'smayapti? Nimaga men qanaqadir bir rivojlanish bosqichida emasman? Inson baribir o'zi his qiladi bu narsani. Va yana boradida, yana boshqa bir insondan boradi, yana tikish bichishni o'rganib keladi. Demak, faqatgina sohamiz bo'yicha tikish bichishni o'zida tinmay, hali o'tda malaka oshirishi o'zi yetarli emas, o'rtoqlar. Men har doim aytaman, daromadni o'stirish uchun men har doim 3 ta tavsiya beraman. Diqqat qilamiz.
Birinchi tavsiya biznes egasini shaxsiy fikrlashini keng bo'lishligi. Biznes egasi keng fikrlay olmas ekan, mana shunaqa kambag'alcha tor fikrlari bilan u hech qachon rivojlana olmaydi, imkoniyatlarni ko'ra olmaydi. Chunki masshtab formatida fikrlay oladigan inson har doim keng fikrlay oladi va u imkoniyatlarni o'z o'rnida, o'z vaqtida ko'ra oladi. Xo'p, ikkinchi tavsiya moliyaviy bilimni shakllantirish. O'rtoqlar, biz o'zimizni har doim xarajatlarimizni nazorat qilib yurishimiz kerak. Foyda va zararlarimizni, xarajatlarimizni hammasini, shaxsiy xarajatga, ishxonani xarajatlarini, shaxsiy pullarni, ishxonani pullarini hammasini biz nazoratga olib yozib yurishimiz kerak. Kunlik, haftalik, oylik, yillik bo'lishi shart. Va uchinchi tavsiya biznesga kirgan pulni qayta o'ziga reinvestitsiya qilish strategiyasi bo'lishi shart. Bizda eng ko'p tikuvchilarda aslida pul yo'q emas. Bilasizmi nima? Mana shu faoliyati orqali topib turgan o'sha pulini mayli 1 million bo'lsa, mayli 10 million bo'lsa, bilasizmi nima qiladi? Shu pulni oladida shartta ro'zg'origa tikib oladi. Kimgadir qarz berib turadi, eriga qarz berib turadi, erini kreditini yopadi, uyini tomini yopadi, qaynona qaynotasini, ota-onasini umraga jo'natadi. Gap yo'q. Biz bu narsalarga qanaqadir hissamizni qo'shishimiz keladi. Hissamizni qo'shish uchun balkim ishlayotgandirmiz. Lekin o'zimizni o'ldirib qo'yishimiz kerak emas, o'rtoqlar. Ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqqa musor to'ktirmaysiz-ku. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa 1 yashar bolangizga musor to'ktirmaysiz-ku. Uni musor to'kishga chiqarib yuborsangiz, u Xudo ko'rsatmasin, yo yiqilib tushadi, yo adashib qoladi, yo avariya bo'ladi, yo mashina urib ketadi, yo kimdir o'g'irlab ketadi uni. U hali ojiz, u 1 yashar bola, uni o'ziga hali e'tibor kerak, parvarish kerak. Demak, sizni ham aynan tikuvchilik faoliyatingiz hali kichkina bola. Uni hali o'zi bechara zo'rg'a atak-chechak qilib yurib, endi 1-2 so'm sizga tushum qilib berayotgan paytda uni pulini sug'urib olib, anayta boshqa narsaga sarflash kerak emas. Keyin bu bechara bola men katta bo'lishni xohlayman, men katta bo'lishim kerak, menga immunitet kerak, menga yaxshi ovqat kerak, yaxshi parvarish kerak, massaj kerak, umuman olganda suv quyib tur, menga suv ber, non ber, ovqat ber deganda uni och qoldirib siz katta qila olmaysiz, siz uni o'ldirib qo'yasiz. 1 yoshar, 2 yashar bolani chalajon qilib immunitetini tushirib, bir bedavo dardga yo'liqtirib o'ldirib qo'yasiz. Bolani ovqatini olib ota-onangizga, eringizga beraveradigan bo'lsangiz, o'zingiz yeb qo'yadigan bo'lsangiz, bolani ovqatini o'ziga berish kerak. U o'zi yeyish kerak. U sal immunitet olish kerak. U 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 10 yosh bo'lgandan keyin ana asta-sekin u qancha katta quvvatga kirsa, sizga shuncha ko'p foydasi tegadi, yordami tegadi, komil shaxs inson sifatida shakllanadi. O'zini ishiga, sohasiga, biznesiga nisbatan mana shunaqa men hozir yangi tug'ilgan bolani katta qilayotgan bir onaman degan bir pozitsiyada yondashuv qilsak, shu biznesingiz orqali mayli ko'p ishlab kam pul topayotgan bo'lsangiz ham 1 million topyapsizmi, 5 millionmi, 10 millionmi, 3 millionmi, 100 millionmi, ahamiyati yo'q. Nech pul topsangiz ham mana shu pulni ma'lum bir miqdorini siz o'ziga qayta reinvestitsiya qilishingiz kerak. Produkt ustida bosh qotiring, Instagramda targetolog ishlating, stories maker ishlating, SMM komanda ishlating, mobilograf, videograf, fotograflar bilan ishlang. Bular investitsiya hisoblanadi. Bular hech qachon xarajat emas. Xarajat bilasizmi nima? Siz yig'ib turib pulingizga bitta zapaska mashina olib qo'yganingiz yoki bo'lmasa 1-2 yillik mashinangiz o'zi itak yaxshi tikib turibdi. Hech bir muammosi yo'q, lekin sizga bir yaxshi daromad pulingiz ozgina zapas bo'luvdi. Keyin hozir shu mashinamni bir yangilab qo'yay deb o'sha mashinani yangilab qo'yganingiz. Mana bu sizga haqiqiy xarajat. Qo'shimcha raspashovalka olib qo'yish, qo'shimcha overlock olib qo'yish, mana bu xarajat. O'zidan o'zi turgan ishxonangizni boshqadan remont qilish, mana bu xarajat, o'rtoqlar. Bu investitsiya emas. Bular keyingi qadamda investitsiya hisoblanadi, lekin boshlang'ich qismda sizni mijozlaringiz kelib yangi mashinada tikyapsizmi, eski mashinada tikyapsizmi, ularga buni ahamiyati yo'q. Ularga muhimi chokni sifati va u xohlagan natija muhim. Jarayondagi, protsessdagi eski mashinada tikilyapti, yangi mashinada tikilyapti, unda tikilyapti, bunda umuman ahamiyati yo'q. Operatsionkani klientlaringizga ular natija bo'yicha gaplashadi, natija uchun sizga pul to'laydi. Demak, sizni eng katta xatoyingiz ishingiz orqali kirib turgan o'sha pulingizni qancha miqdorda bo'lsa ham shuni hammasini olib ishxonadan tashqari boshqa hamma narsaga sarflashingiz. Mana bu sizning eng katta xatoyingiz hisoblanadi. Yana siz rivojlanish kerak desa nima deysiz?
pulim yo'q, sharoitim yo'q, imkoniyatim yo'q. Aslida pul bor, bering. Ishxonani o'zini topib turgan pulini o'ziga bering. Ilm oling. Ilm olish orqali pulni to'g'ri sarflang. Masalan, bir xillar bor. Mani vebinarlarimni mana shunaqa chala-chulpa qilib eshitib oladi. Yana kimdirlarning vebinarlarini, tekin vebinarlarni chala-chulpa eshitib oladi-da, bo'ldi, o'qishim shart emas, shuncha informatsiya oldim. Shu bergan informatsiyasi bo'yicha endi olaman deb pulni masjidga tikaman deydi. Aslida ilmdan qizg'angan pulini mana bu yerda ilm orqali qilmagani uchun tikkan pullarini hammasini havoga uchirib yuboradi. Nimaga? Chunki strategiyasiz qilingan investitsiya natija bermaydi o'rtoqlar. U yerda aniq xarita bo'lishi kerak, aniq yondashuv, aniq sizga qadamlar bo'lishi kerak. Mana shuncha pulni mana shu narsaga tiksang, mana buncha bo'lib qaytadi degan aniq real keyslarga asoslangan real bilimlar, natijalar bo'lishi kerak. Ustozlarimiz aytadi va biz ham shu jarayonda shuni aytamizki, har doim vebinarlar, treninglar, 1 kunlik, 3 kunlik treninglar bu sizga baribir to'liq bilim bo'lmaydi. Bu yerda umumiy hamma og'riqli muammolarni xuddi bir avtomatda otgandek sizga avtomatda otib shu bilimlarni tez berib tashlanadi. Lekin haqiqiy buni mohiyatiga tushish, buni ichiga tushish, u yerdagi aniq bir instrumentlarni olish, qo'llash, natijaga qadam-ba-qadam chiqish uchun esa kamida mana shu 4-5 oylik formatdagi kurslar sizga aniq nima deydi, yo'l xaritasini tuzib bera oladi. Bu vebinarlar, bu treninglar sizni ilm olishga bo'lgan ishtiyoqingizni o'stirish, sizni rivojlanishga bo'lgan motivatsiyangiz tushgan joyda sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ortishiga, qilsa bo'ladi, eplasa bo'ladi, tur, o'rningdan tur, harakat qil, ko'zingni och, o'zingga ishon, kayfiyatingni yaxshi qil, energiyangni to'ldir degan maqsadda sizlarga bir qanaqadir formulalar asosida ma'lum bir soatlarda beriladigan bilimlar hisoblanadi xolos. Bu sizni shunchaki bir o'rningizdan qo'zg'atish uchun qilingan harakat hisoblanadi. O'rningizdan turganingizdan keyin esa qadamlarni 1, 2, 3, 4, 10 qilib A nuqtadan B nuqtagacha borishingiz uchun esa albatta sizga to'liq formatdagi bilim va ustozlar kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Sizlarga bergan 3 ta tavsiyam menimcha ancha foydali bo'ldi. Ana endi kim shu bilimlarni olib, oylik daromadini 3x dan 5x gacha oshirmoqchi? Bormi shunaqalar? O'zini tikuvchilik sohasida mana shunaqa bilimlarni o'qib o'rganish orqali o'z daromadini 3 karra, 5 karra oshirishni xohlaydiganlar bormi oramizda? Xo'p. Zo'r. Xo'p, rahmat opajon, boringizga shukr. Shun hali men ham sizdek bo'laman inshaalloh.